Ko'pchilik bilmaydiki, xonadonga qanday aylanma nasoslarni to'g'ri tanlash kerakligini. Hozir zarb nasoslari misolida bu narsani ko'rib chiqamiz. Hech e'tibor berganmiz? 25 ga 6, 32 ga 7 va 32 ga 8 belgilari nimani anglatishini. Demak, 25, 32 raqamlari bu quvur diametri hisoblanadi. Ya'ni quvur diametri 25 mm va 32 mm ni anglatadi. 6, 7, 8 esa bu maksimal bosim. Ya'ni 6, 7, 8 metr balandlikgacha bu nasoslarimiz suvni olib chiqib bera oladi. Va undan tashqari 25 ga 6 ni ko'paytiradigan bo'lsak 150, ya'ni xonadoningiz uchun 150 kvadrat metr bo'lgan xonadonlarga ushbu nasoslarimizdan foydalansangiz bo'ladi va 32 ga 7 va 32 ga 8 ko'paytirgan holatda kelib chiqqan raqamlarga moslab kvadrat metrni aniqlab olsangiz bo'ladi. Agar sizga ushbu nasoslarimiz kerak bo'lsa, pastdagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling. Zarb har kuni eng yaxshisini qidiradiganlar uchun.